Xo'p, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun biz bilish uchun bizga eng qulay yo'llardan bittasi o'qish va o'rganish orqali bizni o'rab turgan dunyoni anglaymiz. Yaxshilab o'qish inson zehnini uyg'otadi, kengaytiradi. Kundalik hayotimizdan biroz bizni sug'urib oladi. Ruhiy olamga yetaklaydi. Insonni o'qish o'ziga yaqinlashtiradi. Hozirgidan o'qirkanmiz, hozirgidan biroz yaxshiroq, biroz ulg'ayganroq, biroz durustroq biriga aylanib boraveramiz. Bir kitobni o'qigan odam u kitobni o'qishni boshlagani lahzadan bir qadar bo'lsin o'zgargan bo'ladi. Hatto masalan mendan so'rasangiz, siz uchun kitob nima yoki o'qish nima deb so'rasangiz, men aytardimki, boshqa bir olamga, xuddi bir sakrab o'tganday, sizga begona bir olamga, sizga begona bir insonlarning hayotiga ozgina bir muddatda kuzatuvchi o'laroq bor bo'lish. Buni jisman imkoni yo'q, ammo ruhan va zehnan buni yashatadi menga kitob. Biz kitob o'qiydiganlar uchun kitob o'qishni va yoki o'sha kitoblardan ta'sirlanib o'zimiz uchun qanaqadir bir deylik eslatmalar yozishni, buni bir bizga beradigan maroq deylik, maroqlaridan biri u kitobni yozgan insonni fikrlari va u fikrlarni biz o'qiganimizdan keyin unga bir deylik javob berar ekanmiz. O'z-o'zidan bizni ham u mavzuda nima